aql intayin muhim bir halqa. Allah subhanahu wa ta'ala insan ata qilgan insonni bütün barliq jonliqlardan yuqori o'ringa chiqqan muhim bir narsa. Ammo mushkuli nada? Masala nada desa, aql yolg'iz bir manba bo'lib qolganda, insonningki qarorining tek tayanchi bo'lib qolgan vaqtida, bir tayanchi bo'lib qolgan vaqtda xatolik shiyada yuz beradi. İnsanı çoxum bu yolda, hayatda yetaklab turadigan aqldanmi ustunroq bir manba bo'lishi kerak. O olsa-mu diniy manba, osmon manbasi, ya'ni vahiy manbasi. Biz aqlni nimaga qo'llanamiz desa, shu vahiyni, shu diniy ta'limotlarni tushunish, tatbiqlash, shuni ijro qilishga qo'llanishimiz kerak. Ya'ni demakchi o'g'inimiz aql diniy manbaga, insonning butun hayotiga yolg'iz hokim bo'lmasligi kerak. Balki aqlga diniy manba hokim bo'lishi kerak. Aql berilgan bu Alloh bergan bu ne'matdan foydalanib, biz u narsalarni to'g'ri iste'mol qila oladigan, to'g'ri hazm qila oladigan bir holatda bo'lishimiz kerak. Men bir narsa deyman. Zaten aql agar mutlaq kuchga ega bo'ladigan bo'lsa, ba'zilarning deganidek, agar mumkin bo'lsa, farzand bir taqdir 50 yil yoki 100 yil ilgari o'lib ketgan odamning bugungi kunda, mush soatning o'zida tirilib o'rindan chiqishi mumkin bo'lsa, bugungi biz qo'llanayotgan narsalarni aslo aqlga sig'dira olmaydi. 50 ming parcha kitob kichik bir uskuniga sig'ib ketdi desa, aslo qabul qila olmaydi. Bu nimani ifodalaydi desangmi, aql insonga mutlaq berilgan narsa emas, balki inson bir yashagan muhitning ta'sirida shakllangan insondagi bir uqum. O muhitga qarab turib o'zgarib turadi. Yashagan muhitning cho'ng kichikligi, keng torligiga qarab turib aql ziyoda bo'ladi. Bu bir mutlaq bir narsa emas. Bundan olgandan keyin aql insonga hayotida butunlay hokim bo'la olishi bu mumkin emas. Ammo muhim bir nuqta esingizdan chiqmasin. Aql Allah bizga bergan bir qurol. Vahiy bo'lsa, bu din ta'limoti bo'lsa, Allah bizga tushirgan bir yo'l. Allah hargiz zid ikki narsani bizga bermaydi. Allah insonga bergan bu aql, Allah inson uchun tushirgan bu ta'limotga hargiz zid kelmaydi. Qachon bizning ko'zimizga bu aqlimiz insonning o'zini mag'rurlantirib qo'yadigan, mutakabbirlik olib bu aql, bu bilim Allohning ta'limotiga zid kelgan vaqtda inson o'ylab baqish kerakki, Allohning ta'limotini ustunligini bilish kerak. Chunki u asosiy manba bo'ladi.